Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shko'pir avtolider obunachiları. Priamoy Ege'de satıp berere Damas mashinamiz kelib turibdi. Mashinamiz radnoy, fakat zanglari ishlangan mashina. 4 tane yaxshi balonlarda turibdi, yumshoq balonlar, paket qo'yilgan. 100 000 kilometr yurgan bir qo'l Ege'den. İşlerini bir qiyinchilikka qilib bersangizdan mashin mazza bo'ladi. Yine hattoki avtolini almashganlar ham o'zida turibdi. 107 000 kilometr yurgan ekan. Maşin dım zor holatdayken, hattoki bunda bir-birinde sarı parlar ham ko'rsanmaydi. Endi 100 000 kilometr yurgan mashin menimcha normal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bahosini keladigan bo'lsa 45 million so'm aytib turibdilar. Naq pul bo'ladi bo'lsa 1,5 so'm ustida kelishtirib beradilar. Avtokredit, barter, liboy variantimizdan bor. Gelaversa Qo'shko'pir avtoliderda 24 soat ishda odam bo'ladi. Kelib savdolashib, egasi bilan priamoy gaplashib olsangizlar bo'ladi. Priamoy egalarining nomerlaridan beramiz.